Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Navbatdagi savolimiz o'qituvchilar olimpiadasida C++ga doir savol. Hop, bitta savol nima deyapti? Quyidagi C++ tilida yozilgan kodning natijasini aniqlang deyapti. Hop, bizada savolga e'tibor bergan bo'lsak, unda aytyapti, ya'ni 48 bilan 18 kiritilganda inputda endi 18 kiritilganda mana shu funksiya ishlashi kerak va natijani A deb qaytarishi kerak. Hop, qarang endi. Bu yerda b teng emas 0 bo'lguncha, ya'ni bizada e'tibor bering, ana bu yerda a, bu yerda b, a yo b, sizda x bilan y kiryapti. Ya'ni bu yerda x bilan y qatnashmayapti-ku deyishingiz mumkin. Lekin funksiyaning argumenti sifatida mana bu x a uchun ishlab beradi, y b uchun ishlab beradi. Argument sifatida. Mana bu yerda x, y degan-ku. Amal degan funksiyamizning argumentlari mana bu a bilan b, x, y o'rnida ishlab beradi. Demak, xo'sh, men x ning qiymatini a ga yozaman. A barobar 48 deyman. B barobar 18 deyman. Y ning qiymatini 18 ga yozaman. Xo'sh, demak boshladik. While b 0 ga teng emas. E'tibor bering. 18 0 ga teng emas. Bu rost. Ya'ni while qachongacha ishlaydi? Shu shart rost bo'lmay qolguncha, ya'ni yolg'on bo'lguncha ishlaydi. 18 0 ga teng emas. Ha, rost. Demak, int deb aytyapmiz. Xo'sh, integer degan tipimiz. E'tibor bering. T barobar, ya'ni bizani T degan yangi o'zgaruvchimiz e'lon qilinib, integer degan tipda o'ziga qabul qilyapti, o'zlashtiryapti b ni, 18 ni. 18 ni qabul qildik. Xo'sh, b ni endi pastdan yozaman. b barobar deyman. A ni b ga bo'lgandagi qoldig'ini ol. A ni b ga bo'lsam 48 ni bo'lsam 18 ga. Ichida ikkita butun 18 bor. 48 da ichida ikkita 36 bo'ladi-ku, qoldig'imiz 12 bo'ladi. Endi b ning yangi qiymati 12 bo'lib qoldi. A degan o'zgaruvchi bizada endi avval 48 edi, endi o'ziga t ni olyapti. T deganimiz 18 edi. 18 ni oldik. Bu bitta qadam bajarildi. Xo'sh, ikkinchi qadam. Endi b 12 bo'lib qoldi-ku bizda. Yana shart beramiz. B, ya'ni 12 teng emas 0. 12 haqiqatan ham 0 ga teng emas, ha. Unaqada yana ishlaymiz. T degan o'zgaruvchiga, xo'sh, pastdan olib beramiz. Endi bunga 12 ni, b ni. Xo'sh, endi b degan o'zgaruvchimiz yana o'zgaryapti. Nimaga? A ni endi 18 ni bo'lganda b ga, ya'ni 12 ga. 18 ni ichida bitta butun 12 bor, qoldig'imiz 6 bo'ladi. Va A degan o'zgaruvchimiz endi o'zgaryapti nimaga? T ga. T'imiz 12 edi. Ikkinchi amal bo'ldi. Ikkinchi marta takrorlash bo'ldi. Uchinchi marta takrorlashimiz endi. Mana bu yerdan yozay. Xo'sh, endi bizada T'imiz 12 bo'lib qoldi. Uzr, B'imiz 6 bo'lib qoldi. 6 teng emas 0. 6 haqiqatan ham 0 ga teng emas. Bunaqada ishlaymiz. T barobar, xo'sh, B ni o'ziga olsin, ya'ni 6 ni o'ziga olsin. 6 oldi va endi B barobar, xo'sh, 12, ya'ni B ni, A ni B ga 6 ga bo'lgandagi qoldiq qism deyapti. 12 ni 6 ga bo'lsak, ichida ikkita butun 6 bor, qoldig'imiz 0. Va A degan o'zgaruvchimiz o'ziga olsin nimani? T ni. T bizada 6 ga teng. Bo'ldi. Endi 4-shartga boryapmiz. 4-shartda e'tibor bering. B teng emas 0 deyapti. B'imiz bizning qiymati 0 bo'lib qoldi. 0 0 ga teng emas deb aytyapmiz. Aslida bu yolg'on. 0 0 ga teng. Demak, tugadi va return bizada qaytarib beradi nimani? A degan o'zgaruvchini. Ya'ni mana bu A ni qaytaradi. Xo'sh, bu shunday xulosa qilishimiz mumkinki, ushbu dastur Euclid algoritmi bo'yicha, ya'ni qanaqa? GCD deymiz. Bu degani Greatest Common Divisor. Ya'ni bizani matematikamizda EQB eng katta umumiy bo'luvchi. Haqiqatan ham 48 bilan 18 ning umumiy bo'luvchisi bu 6. Bir vaqtni o'zida 48 ni ham 18 ni ham bo'ladigan eng katta son bu 6. Tushunarli bo'lsa, rahmat.